cho'pniki, bug'doyniki, makkani donini ham chiqarsa bo'laveradi. O makka mardaga sotasi bilan. Makkani mardaga menen tarsa olib, ana bunda makkan danini o'zini, buğdaydi, alemi bu setkasi olsa, çöp, makka, ona çöp BD pressleriga bular, ha? Yo'q. Makka. Ko'ryapsizmi? Tayyor, bak tegirmangda. 500 hektarda chiqaryapmiz aka. Beshikda u. Tug'anlar, assalomu alaykum. Amansizlarmi? Baringizlar bizim Paykech kanalının görüşlüleri. Biz bugün buyursa Manas şahrındayız. Şu Tarnada brand boyunca sizlerge daha bir to'liq ma'lumotni şu Markan akamizdan chiqarib beramiz. Buyursa biz buni cho'g'ib olib, like'dan basib, bizga qattiq yaxshi o'y fikr qoldirib, buyursa sezon boshlandi deganday, tug'anlar hozir ushul saman, cho'p, makka bu'daylardan bardığın sizlerge bir chetdan ma'lumotni olib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi yurasizmi? Ishlayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Buyursa boshladik inshaalloh. Xudo xolasa aka. Tarnada brand deb. Aka, birinchi pichoqlarimizdan har safargidaqa ko'rsatib o'tib ketaylik. Dravlikamizda 3 ta setkasi bo'ladi. 3 setka bo'ladi. Cho'pniki, bug'doyniki, makkani donini ham chiqarsa bo'laveradi. O makka mardaga sotasi bilan. Makkani mardaga menen tarsa olib, ana bunda makkan danini o'zini, buğdaydi, alemi bu setkasi olsa, çöp, makka, ona çöp BD pressleriga bular, ha? Yo'q. Keyin aka pichoqlarimiz mana bu 10 kilodan og'ir bo'lgan pichog'imiz. Bular o'zi 1 kilo 10 gramdan og'ir, ha? Og'ir. Mana aka malato'yi, donni yalchib beradigan, ya'ni o'tda kuydirilgan, yoqib to'ygan pichoqlarimiz, qalin pichoqlar. Keyin bu 5 kiloligi, shuni 5 kiloligi. Buni sababi 2 xil qilib qo'yganimizni bu tok yaxshi yerlarga beramiz. Mana ol 220 volt dadil bo'lgan yerlarga, bak kuchli yerlarga. Bu pastroq 170 dan tepa bo'lgan toklarga 5 kiloligi. Slavroq yerlarga ekan. Bu ham bir xil, mana malato'yi bor, o'sha pichoqlari bir xil, bu og'irroq, bu yengilroq. Prosta mana jondan ayrilayotganda, mana jonroq qalami. Mana qo'sin ichkaroq ekan, ha? Shundan aka mana shundan hozir mana shu bu yengil pichoqda bari dravlikamiz hozir ichini ochib ko'rsatamiz aka. Hozir mana shunda sinab ko'rsatib beramiz. Aka, bunda makka, endi mana yerda keling aka. Ma'lum, o'sha makka solingan ekan, tayyor. Mana yerda avtomat, mana yerda to'siq ko'rsatib beradigan voltmetr bor. Mana bu yerda? Mana ishlatganimizda bismillah. Bismillah. Ko'rinadi. Mana to'g'ri, 216. Mana yerda endi zaslonkada, mana yerda donni ochadigan bor mana. Azla usulda hozir bu ota. Qadimgi deylar o'z-o'zidan makonlar. Qayta olsa o'zi tushyapti. Ha, o'zi qaytib. Güzel bu dağı. Kolaylık abi. Bir son kaldı, son söyleyince. Aka, bunu to'ldirib bersangiz aka, 10 minut, 15 minutda bormay tortib yuboradi. Bunlar jiq bo'lgan bo'lsa-mi? Hozir mana aka o'chirdim. Ochib ko'rsatib beraman. Oho. Qadimgilar o'ngil qo'yibdi qo'y. Mana Jadarbek. Makka. Ko'ryapsizmi? Tayyor, bak tegirmangda. 500 hektarda chiqaryapmiz aka. Beshikda u.
Endi 2 yil setkada buğdoyni chiqarib beraman. Mana o'shunili. Buni bilan chiqarsa qanday bo'ladi? Dag'a maydalab qo'yadi. Ha, bunda ham chiqarsa bo'laveradi makanda uni. Dag'ada maydalab qo'yadi. Ha, bundan ham mayda qilib beradi. Bunday ko'ringizlar. Hozir cho'jayim ekan tayyor. Setkasi bir bunadan ekan. Bundan solsa bundan dag'a maydalab qo'ygan. Mana buğdoyni aka bu maydaroq ekan, buğdoy bilan qora anaqa aralashgan ekan. Qashini ko'rsataman. Bismillah. Bismillah. Bu ham ko'rsatib beradi aka. Hammasida voltmetr bor. 270 to. Bu qanday o'zingiz buday. Hatta yarim xot otsa o'zi so'radi. Bunda otib yotadi. O'shirdi. Aka mana buğdoy, kepak. Shakarda qaqib beradi-da mana. Kerak qilib torib qo'yibdi-da. Mana shunaqa qilib beradi buğdoyni. Bu baqa ikkinchi tish deganda, ikkinchi razmerdagi. Eng maydasi. 2 yil. Shuni endi vaqtdan yutish uchun aka, monusda setkali aka. Setka. Qo'y boqilib, hozir makkani mana ko'ryapsiz, makkani ham kichkina bas aka. Mana shularda mollar yemaydi-da sotib. Mana shuni hozir qanday mayin holatda qilib beraman, qo'y ham yo'radi. Boshladik. Bismillah. Bismillah. Endi mana ko'ring. Qo'yadi. Yomg'ir yog'i sal dam bo'lib qolibdi aka. Ko'ryapsizmi? Tayyor. Maydalab ishladi-da. Endi qo'ydan qolmasa kerak bu. To'g'rimi? Qo'ydan chiqsa da bunaqa surat aka, hozir endi aka, mana shunda u bera bilan somonni mayin holatda chiqarib beraman. Qaydalar u o'xshagani? Tayyor. Aka semichka kattami bu bedami? Hozir bu turishda. Qanday deysiz?
Semichka. Ha. Semichkada qaqib beradi-da, qarang. Maydalab ishlab tur, ha? Endi mana bu somon aka, uni qarang. Mana somonni. Mana. To'pon chiqarib qo'yib tur. Maydalab. Atqut chiqmaydi bundan. Chiqmasa kerak degan yaxshilik o'yda o'zi ham chiqmaydi bular ne o'sha tagim. Maydalab ishladi-ku. Maza qilish. Shuni aralashtirib yesang shakar ham, ha? Ha. Bunday aralashtirib bersang. Aka endi mana bu setkasiz holatda molbob qilib ko'rsatib beraman. Mana. Ha, setkasiz 5 yo'q. kilolik mana, 5 kilolik pichoqda chiqaryapman. Tepadan ham ko'rsatib ko'ring. Yengil pichoqda. Yengil pichoq. Bu ham aka, mana unga ham olib keling aka. Bu berki og'ir pichoqda, ha? Yo'q, bu ham bular yengilmi? bari yengil pichoq. Ha, yengil-da. Yengil pichoq. Og'ir pichoq emas mana. Ko'ring. Bismillah. Bu setkasi yo'q hatto. Mana ichini ham ko'rsating, mana. Mana somon aka mana. Somon. Bismillah. Bu molbob. Bu mollarga loyiq, Ha, beda somon mana. Aralashtirib beraverasiz. Buldagi tayyor. Ha, tayyor. Ana. Buncha bor ekanda, buncha, shuncha neka. Shulardan berkin maydasi o'tala mayda bu. Mana bu o'ta mayda. Hali to'xtagan yo'q aka. Ishlayapti. Bardig'i jegin pichoqda bular, ha? Ha, aka keyin mana boltga aytasiz, oson. Mana. Ochiladi. Ha, bunday Yana ikkiga mana. bo'linadigan bu. Ha. Oson. Jengil mashinaga dag'i botadi. Ha, botadi. Batistikodaga botaveradi. Bor joqalar. O'zi bunday общий jengilda 50 kilodan og'ir. ha, 60 примерно, Ha, shunaqa. 60 chiqayotganda kilogramm. Endi bulardan eng qiziqchari shu bahos qanday bo'lib qoldi? Bahosi aka, mana bu ekosi, Aha. aka yengil pichoq, 5 kilolik alyumin motor. Bular 18 ming so'mdan, dastavkasi bekor. Yengil pichoq, motori alyumin, dastavkasi rayon shaharlarga bekor. Ha, 18 ming. 18 ming. Yengil pichoq. Shunga 5 kilolik pichoqni jez motor qilib bersak, 21 ming so'm bo'ladi. Pichog'icha? 5 kilolik bo'lsa, Ha, 5 kilolik. jez motor bo'lsa, aka 21 ming so'm bo'ladi. Keyin 10 kilolik pichoq mahaviy qo'yib bersak aka, Aha. jez motorga bu 10 kilolikni qo'yib bersam 25 ming so'm bo'ladi. 25 ming bo'lib Ha. ketdi. Jez motor bilan, ha? Va to'q yaxshi joyga beramiz. To'q Bunisi yaxshi yerlarga. 170 dan tepa bo'lgan joylarga beramiz. Hozir ham mana bizda Qirg'izistonda biroz to'qli ekonomda ishlayotadi. O'shaga mana ul jegin pichoqlar yaxshi ekan deb o'ylayman. Ova. Hozir bunalarda barliq shu jegin pichoqlar Ha, yengil pichoq, ha? Bari yengil pichoq. Makka budaydagi barliq o'sha jegin pichoqqa tortildi aka. Tortganini ko'rdingizlar. Bunani mayda pichoq bilan tortib qo'ysa qanday bo'ladi shuga? Vaqt o'tib ketadi. Yo'q, vaqt o'tmaydi. Mashinadan mana bunday qilib un sifatroq qilib beradi. Bunday olib chiqarib beradi, Mana shunaqa qilib chiqarib beradi. shunday olib chiqaradi, ha? Ova. Shunday qilib beradi. Nega? Bular ham bayaqi cho'jaga yaxshi bo'lib tur, ha?
Aka keyin Dagı çoğunlar kaçlar var? Maşa hozir aka. Hozircha mashalar. Keyin aka zakaz berishsa, oldindan pul olmaymiz. Birovga borgandan keyin, qo'llariga olgandan keyin aka, keyin ақшасын berishaveradi. Zakaz bersengizler, şu dravilka barıp sizlerin kolunuzlarga tiygende akçasını beresizler. Zakaz berip koysanızlar şu. Azı zakaz berse kança günde dayar bolat? Bir juma 10 kunda aka, Bir juma 10 günde ha. Xohlasa. Hazır ham buyursa dayar bolganlı satılıp ketayotgan. Ellerde hech qanday jalp yo'q. Yo'q. Buyursa bardығы жақсы. Xohlasa. Daha qo'shimcha qanday yemlar bor? Keyin aka, motor sohasini aytib ketay. Motorda aka men yangi qo'yaman aka. Jangi. Ha, eski motor qo'ymayman aka. Keyin motorni yangi ochaman, yangi motor bosaman. Motorga bizga garantiya bermaydi aka. Shuning uchun biz ham garantiya beramiz. Lekin yangi qo'yilgan motor qo'ymayman aka. Yangi ochib qo'yaman aka. Ular jangi motor ekan, biroq garantiya ularga da bermeydi ekan. Al endi ular o'zlari da garantiya bermeydi ekan motorga. Biroq negizi hech qanday jalp yo'q deydi. Başında alganlar hech qanday jalpsiz ishlatib o'tadi. Mana kommentariyada ham yozishyapti. O'zingiz ko'ryapsiz. Buyursa sizlarga boshlanadigan negizi bir yil bo'lib qoldi. Xudo xolasa. Nasib bo'laydi deb qoldi. Biz bu kelishimiz bilan bir 5-yilga tartib o'tamiz. Kommentarlarda biroq negizi yaxshi o'y fikrlar yozilgan, hech qanday bunday jalp yo'q. Buyursa adres aytdik buyursa şu burun eski Jallavat şahri hozir şu Manas şahri bo'lib o'zgartirilgan. Lekin büt bardığın sizlarga bir chetdan ma'lumotni berdik. Bundan tarozi qanday oldu? Tarozimiz aka, esdan hayoldan ko'tarilib qolibdi aka, bu mol tarozi 2 tonnali aka. 2 tonna olgan. Dastavkasi bekor aka. Buni bekor. 700 beramiz aka. Zakaz berishsa, aytgan joylarga 700 beramiz. Pul qancha bahasi? Bu $600 qilib beramiz aka. $600. Mal bozor жаңы açqan bolsa, eğer uyunda buqalari, mallar ko'p bo'lgan bolsa, shunday birde olib olsangizlar o'ta yaxshi bo'ladi. Biraz kichikroq qilib jasab beraverasizlar bundan? Ha, jasab beraveramiz. Bu hozir ham cho'ngroq ekan, ha? Mana jasagan yerlarda bir tartib qo'yinglar. Xo'p bo'ladi aka. Bemalol. Nega tuğanlar büt jasagan yerleri şu yerde o'zlari bunda jasab o'tadi nega. Nega tuğanlar ko'ringizlarchi? Jasagan yerleri. Mana qalin listen ekan ha? Ha, qalindan bo'ladi aka. Mana aka. Fonni aka, mana. Suvarkani ko'ryapsizmi? Fonni mana. Suvarka quyiladi aka. Suvarkasiz bo'lmaydi aka. Mana. Mana fonni ichlariga ham suvarka quyib, baquvvat qilib qilamiz. Bunisi o'ta kuchli o'tayotgan aka. Büt barliq jasagan uchun sekti. Nega? Ko'ringizlarchi. Zakaz bersangizlar bo'ladi. Büt barliq. Qo'shimcha so'rovimiz hech qanday yo'qmi? Shu bilan tengtiqdaysizmi? Xudo xolasa keyingi safar qo'shimcha nimalar qilib, yangiliklar qilib qo'shib ketamiz aka. Mana shunday buyursa onda videomizni tengtiqdaysiz, ha? Bo'ldi aka. Aka biz yangilik qilamiz desa aka o'zi mendan ortmayapti aka. Jetib ketyapsiz, ha? Negizli hozir mana bizde mening o'zim bilishim bo'yicha ushullar negizli mana Tarnonda brenddagi eng kuchli bo'lib o'tadi. Hech qanday jalp yo'q. Bu yerga biz 5-yo'lga tatib o'tamiz. Zakaz negizi ko'p deydi. Mana shunday tuğanlar videoni tengtiqdaydi. Bizga qattiq olib, like dan bosib, yaxshi o'y fikr qoldirib qo'yinglar. Alloh razı olsun bardingizlardan.